Rom aka kiyganimizdan beri mana mol oqsoqlanyapti. Bitta ko'rsatingda. Oldingi oyog'ini уже katta ochib qo'yapti. Uni orqa oyog'i ana sementalchani orqa oyog'i mayib. Hammasiga aybdor ana zo'ravon. Orqadagi qizil. Bunaqa paytda bo'g'imda katta shish bo'lmasa, yeringli yallig'lanishlar kuzatilmasa, srazu antibiotikka shoshish kerak emas. Bunda o'zimni tajribamda sinagan metod bor. Fulinex dorisi, Fulinexin. Mana shunaqa mayda kichkina semental bo'ladigan bo'lsa, birdan aytib o'taman. 10 ml yetadi 5 kun. Anaqa sal kattaroq bo'ladigan bo'lsa 15 ml 5 kun. Yetib ortadi. Уже 3-kunda rezultat ko'rasiz. Oqsoqlanish tugab, bo'g'im yallig'lanishlarida o'sha dahshat ishlaydi dori. Srazu antibiotikka perexod qilish kerak emas bunaqa paytda. Bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Fulinex ham, именно mana shu Fulinex Nitofarm kompaniyasi birinchilardan bo'lib bozorga kirgizgan preparat hisoblanadi. Bundan keyin analoglari paydo bo'lib kelgan. Zo'r. Videoni xuddi mana shunday moli oqsoqlanadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying va Bizning kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.